Sifatli ichimlik suvi har bir xonadon uchun eng muhim ehtiyojlardan biri hisoblanadi. Shu bois Qashqadaryoda ushbu yo'nalishda yirik loyiha amalga oshirilmoqda. E'tiborlisi, Hisorak suv omboridan tortilayotgan yangi tarmoq ishga tushgach, 1 milliondan ortiq aholi barqaror va sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash Qashqadaryoda ustuvor yo'nalishlardan biriga aylangan viloyatda yangi suv tarmoqlari barpo etilib, eskirgan quvurlar yangilanmoqda. Yirik loyihalar orqali aholini sifatli va uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlash ko'lami kengaymoqda. Jumladan, Hisorak suv omboridan ichimlik suvi yetkazib berish loyihasi kelgusida 1 million 100 ming nafardan ortiq aholining suv ta'minotini yaxshilashga xizmat qiladi. Xalqdagi Vodokanal degan tashkilotda bir eski buzilgan texpomish avariya mashinasi bo'lgan va 4 ta o'sha chirigan asbob uskuna bilan qanday nosozlik bo'lsa borishganda. Hozir ayni vaqtda bo'lsa viloyat suv ta'minoti korxonasining balansida 126 ta maxsus texnika bo'ldi. Bu 3-4 yil ichida bo'lgan nima? Hammasi yangi, zamonaviy, xohlagan chaqiruv joyiga borganda o'sha payvandlashdan tortib xizmat ko'rsatish kerak bo'lsa, hammasi o'sha maxsus avtomashina ichida sharoitlar mavjud. Sohada amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada samarali davom ettirish maqsadida Qarshi shahrida mas'ullar tomonidan aholi vakillari bilan uchrashuvlar tashkil etildi. Unda ichimlik suvidan oqilona foydalanish, mavjud infratuzilmani asrash hamda tizimni barqaror ishlatishda fuqarolarning mas'uliyati haqida tushunchalar berib o'tildi. Statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, birgina Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida 98% aholi vakillari tabiiy ichimlik suvi tarmog'i bilan ta'minlangan. Biroq aynan mana shu tabiiy ichimlik suvini iste'mol qilib, uni pulini to'lamay kelib, turli bahona qilayotgan aholi vakillari ham topilib turibdi. Bu holatlar esa suv tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlarning faoliyatiga qator muammolarni keltirib chiqaryapti. Shuningdek, uchrashuvlarda iste'molchilarni ichimlik suv xizmatlari uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishga chaqirishga alohida e'tibor qaratildi. Ta'kidlangandek, o'z vaqtida to'langan har bir to'lov sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning izchil davom etishi va aholiga sifatli xizmat ko'rsatishga xizmat qiladi. To'lab boramiz, hech qanday qiyinchilik yo'q. Mana pensiya olamiz, pensiyadan to'laymiz. Mana ayrimlar shu to'lamay yuradi, yig'ilib ketadi, keyin qiynaladi, to'lay olmaydi, qarzdorlik bo'ladi. Sifatli ichimlik suvi bugunning eng muhim ehtiyojlaridan biri. Bu borada amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasi har bir xonadonga yetib borishi esa davlat va aholi o'rtasidagi hamkorlikka bog'liq. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Qashqadaryo.